Har safar Umra safariga keyingi yil albatta boraman deb niyat qilamiz. Lekin oradan yillar o'tib ketadi. Vaqt esa hech kimni kutmaydi. Ota-onangiz yoshi ulg'aymoqda. Kuchingiz bor paytda Baytullohni ko'rmaslik bu eng katta pushaymonliklardan biri bo'lishi mumkin. Ayni iyun oyi haj mavsumidan keyingi davr. Bu paytda Makka va Madinada ziyoratchilar kam bo'ladi. Tavof ham xotirjam o'tadi. Eng asosiysi, narxlar mavsumning eng qulay narxlarida. Toshkentdan Jiddaga to'g'ridan to'g'ri parvoz qilinadi. Safar davomiyligi 14 kun. Madinada markaziy hududidagi mehmonxonalarda 2 mahal o'zbek milliy taomlari bilan, Makkada esa Maht al-Risala va Canary mehmonxonalarida 3 mahal o'zbek milliy taomlari bilan qulay sharoitda bo'lasiz. Bonus sifatida Qizil dengiz sayohati ham xizmat ichiga kiradi. Joylar soni cheklangan. Bu imkoniyatni yana keyinga qoldirmang. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamga aloqaga chiqing yoki havola orqali ro'yxatdan o'ting.